Hurmatli chimyonliklar, sizlar uchun yangilik zo'r, to'xtang. Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Sardor Qo'ragamiz barchalarini taniysizlar. Hamqishloqlarimiz uchun, hamqishloqlarimiz o'ylagan holatda manfaatli bo'lishi uchun yaxshi bir biznes boshlashni qo'ragamiz. Bu narsani ko'rib turibsizlar. Bu narsalarni o'zimiz Leylindagi Xo'ja Abdulloh jome masjidini gilamlarini, poloslarini ostiga tashalgan. Oyoqlar mazza qilib, yumshoqqina yurish uchun juda ham qalin narsa ekan. Juda ham ko'pchilik insonlar so'ragan, Qo'ragamiz o'zini uyiga ham tashagan ekan, o'zini sifatini, o'zini qalinligi, yumshoqligini yo'qotmas ekan. Shu sababli juda ham ko'plab insonlar so'ragani uchun Qo'ragamiz shu biznesni boshlabdi. Barchalaring taniysizlar, o'zimiz Sardor Qo'ragamiz. Buni ota-onalaring bormi, o'zlaring o'tiradigan uy bormi, bemalol tashlasalaring, oyoqlaring mazza qilib massajni yuradi. Stechkani ustidan deysizmi, polost ustidan deysizmi, pol ustidan deysizmi, tashlasalaring zo'r narsa ekan bu. Endi Qo'ragamiz o'zidan o'zicha videoga unamayapti, hozir unatamiz endi. Qo'raga yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Qo'raga yaxshi boshlabsiz. Endi xalqimizga salali tushuncha berib qo'ysangiz o'zingiz. Bu endi o'sha masjidimizga bitta hoji akamiz sabab bo'lib 1-2 yil oldin olib kelgan edi. O'zimiz ham juda yaxshi issiqqina bo'lib qolib, yumshoqqina namozxonlar juda yaxshi manfaat ko'rganligimiz uchun uyimizga solib ko'rdik. Juda yaxshi ekan, yumshoqliklari. Undan tashqari ham ko'pchilik so'rayapti. Rosa o'zida ushlab qolar ekan. Keyin sifatini yo'qotmas ekan, chalpak bo'lib yo'qib ketmas ekan. Shunga olib kelib soluvdik, keyin o'sha toshkentliklar bilan gaplashib, bir olib kelib, xalqimizga foydalantirsa deb degan maqsadda. Yaxshi boshlabsiz, Qo'raga barakasini bersin. Hop, pastga telefon raqamlar qo'yib qo'yamiz. Qo'ragamiz o'ziniki. Kimga shu mahsulotdan kerak bo'lsa, xohlasalaring oldim deysizlarmi, xohlasalaring metr deysizlarmi, bemalol kelib ko'rishlaring ham mumkin. Qo'raganda olganlarga dastavkasini ichida qilib beramiz. Nechta rulonda? Inshaalloh. Bitta rulonda olsalaring dastavkasini qilib berishar ekan. Pastga telefon raqamlar qo'yib qo'yamiz. Qo'ragamiz o'zini uyda turibdi. Mana sizlarga bitta tushuntiramiz. Leylinda Metkolojda oldidan kirganlaringda ko'chada. Pastga telefon raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib kelishlaring mumkin. Qo'raga rozi bo'lasiz endi kelishgan narximizga. Rozi bo'lsa. Sog' bo'ling, charchamang. Shunlarda Mayli, bo'lsa, ko'ramiz. Ya bismillah.